Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan yana bitta qiziqarli keysimizni ko'rib chiqamiz. Bugun sizlar bilan bu keysimizni to'liqligicha ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Demak, Toshkent shahridan Islomov Saidjamol aka 45 yoshdalar. Bizaga Saidjamol aka fevral oyini oxirida murojaat qildilar. Va bize ularni og'iz bo'shliqlarini, tish qatorlarini tekshiruvdan o'tkazdik. Va ularda pastki jag'dagi 31-chi, 32-chi hamda 41-chi va 42-chi tishlari, ya'ni markaziy kesuv tishlarini tekshiruvdan o'tkazdik. Mana shu tekshiruvlarimiz natijasida ularda 3-chi va 4-chi darajadagi qimirlash borligini aniqladik. Saidjamol akamga biz taklif qildik, mana shu qimirlayotgan tishlarni olib, bir vaqtning o'zida Megagen kompaniyasini maxsus Ari implantlarini qo'yishi. Ya'ni bu implantning afzalligi nimada? Birinchidan, bu bemorimizda mana kuzatib turgan bo'lsanglar, mana bu kadrlarda suyeni kirish qismini torligini hamda pastki qismini kengligini kuzatishimiz mumkin. Bu implantning afzal tomoni mana shunday nuqsonlarni tiklashda bizga ancha foydasi tegayotganligi bilan boshqa implantlardan ajralib turadi. Demak, Saidjamol akamlarga biz bir vaqtning o'zida tishlarni olib, o'sha yerni o'ziga Ari implantlardan qo'yib, 2-3 haftadan so'ng ularga qo'yilgan implantlarning ustiga vaqtinchalik koronka qilib berish hamda ya'ni yo'qotilgan tish o'rnini, ya'ni nuqsonni tiklab berishni biz ularga taklif qildik. Saidjamol aka bu holatni o'ylab ko'rishlari kerakligini, yana boshqa mutaxassislar bilan bu jarayonni maslahatlashmoqchi ekanliklarini bizga aytib o'tdilar. Hamda ularga bu jarayonni tezroq hal qilishlari kerakligi hamda tezroq bir qarorga kelishlari kerakligini biz ularga tushuntirib o'tdik. Bemorimizni 1 oy vaqt o'tib qabulimizga yana qayta keldilar. Qayta kelganlarida ularni 3D rentgen qilganimizda hamda og'iz bo'shliqlarini kuzatganimizda bu yerdagi 4 ta markaziy tishlarni olinganligini kuzatdik. Ulardan buni sababini so'raganimizda ko'plab mutaxassislarga murojaat qilganliklari hamda bir vaqtning o'zida aynan mana shu zonaga tish implantlarini qo'yishi imkoni yo'q ekanligini bildirib o'tishgan va ularga bu tishlarni oldirishni, tishlar olingandan keyin 2-3 oy muddatdan keyin kostniy plastika, ya'ni suyak ko'chirib o'tkazish amaliyotini tavsiya qilishgan. Hamda suyak ko'chirib o'tkazish amaliyoti amalga oshirilgandan keyin yana 3-4 oydan keyin implantatsiya jarayonini bemorimizga tavsiya qilishgan. Hamda bemorimiz mana shu yerdagi tishlarni oldirganlar va o'ylaganlar. Endi o'zlarining tishlari bo'yicha o'ylab qarasam, jarayon 1 yildan oshu muddatga cho'zilib ketar ekan. Shuning uchun yana sizlarning qabulingizga keldim. O'zingizlardan yana maslahat olgan dedilar. Biz bemorimizga hali ham o'sha davolash rejasini amalga oshirishimizni taklif qildik. Ya'ni mana bu yerda kuzatib turgan bo'lsanglar, 32-chi tishimizni o'rniga hamda 42-chi tishimizni o'rniga Ari implantlarini qo'yishni biz ularga tavsiya qildik. Va bu jarayonni amalga oshirganimizdan so'ng 1 oy muddat ichida ularga yo'qotilgan tishlarning o'rnini tiklash maqsadida vaqtinchalik koronkalarni qo'yib berish hamda yana oradan 1 oy muddat o'tgandan keyin doimiy koronkalar bilan nuqsonni to'liqligicha bartaraf etish rejasini ularga bildirib o'tdik. Rozilik bildirganlardan keyin biz 14-aprel kuni ularga 32 hamda 42 tishlarni o'rniga
ARI implantlarini qo'ydik. Hozir sizlarga mana shu operatsiya jarayonidan video lavhalarni hamda operatsiya yakuniga yetgandan keyin olingan rentgen tahlillarini videolarda qo'yib ko'rsatib beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, mana sizlar bilan navbatdagi keysimizni to'liqligicha ko'rib o'tdik. Kimga mana shu jarayonlar ma'qul kelgan bo'lsa va yana kimdadir mana shu jarayonlarni qo'shimcha operatsiya amaliyotlari bilan o'tkazishni tavsiya qilinayotgan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizlarga qo'limizdan kelgancha yuqori darajadagi implantatsiya jarayonlarini taklif etib qolamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, mana shunaqangi videolar sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, YouTube kanalimizga a'zo bo'lib qo'yinglar. YouTube kanalimizda bunaqangi keyslardan juda ko'plarini, tahlillarni ko'rib kuzatishingiz mumkin. Agar video yoqqan bo'lsa, like tugmachasini, qo'ng'iroqchani va podpiska knopkasini bosishni esingizdan chiqarmanglar.